Umringiz tugab qabrga qo'yilasiz. Janozangizdan 1 soat o'tib badaningiz tuproqqa qorishishni boshlaydi. Yig'ilar ozayadi, yaqinlaringiz yeyish-ichish bilan ovora bo'lishadi. 3 soatdan so'ngra qoningiz qotishni boshlaydi. Janozangizga kelgan insonlar sport va siyosat haqida gaplasha boshlaydilar. 6 soatdan keyin badaningiz shishni boshlaydi. Insonlar esa uylariga qaytishadi va sayohatlarni rejalashtirishni boshlashadi. Bir kundan so'ng tanangiz chirishni boshlarkan telefoningizga reklama SMS'lar keladi. 3 kundan keyin tanangizda binafsha qizil o'lim belgilari paydo bo'ladi va siz ishlagan ish joyingizga boshqa ishchi olishadi. 2 haftadan keyin tirnoqlaringiz va tishlaringiz to'kiladi. Farzandlaringiz esa meros masalasida tortishadilar. 3 oydan so'ng esa etlaringiz tamoman tuproqqa qorishadi. Ayolingiz esa komediya videolar tomosha qilishni boshlaydi. 10 yildan keyin sizni faqat suyaklaringiz qoladi. Do'stlaringiz eski suratlaringizga qarab sizni eslaydi. Bunga arziydimi? Bunchalik tez unutiladigan dunyo siz mubolag'a qilishingizga arziydimi? Bu dunyo hayoti o'yin va o'yin kulgidan boshqa narsa emas. Oxirat esa haqiqiy hayotdir. Qaniydi buni bilsalar.